Juda ham katta hovlimiz sotuvga chiqyapti. 21 sotuq. Mana shunaqa podbiznes joylari bor. Katta ko'chadan zeta 50 metr ichkariga kirganda bo'lyapti. Naymanda. Bu tomonda bizlarda Nayman masjid bo'lyapti. Shunday mana bu yerga kirishimizda bu yerda avval tak restoran ham ishlatgan 20 sotuqli hovlimiz tayyor turibdi. Kadastr hujjatlari tayyor. Bir kunda xulosa olishingiz mumkin. Darvozaxonadan shunday kirganda mana shu yerda 3-4 ta mashina bemalol qo'yish mumkin. Juda ham katta. Mana bu yerda katta dahliz bor. Xohlasangiz ochib taylasangiz ham bo'ladi yoki o'zingiz mehmonxona qilib yashasangiz bo'ladi. Bu yerda oshxona, sanuzul, ichkarida yana bitta sanuzul, mehmonxona, 5 ta 6 ta xonalari bor. Katta qilingan, patologlari baland, vысоко patolochniy bo'lyapti. Va mana bu yerda bizlarda bog' joylashgan, katta bog'i bor. Besetkasi bor, basseyn, sauna qilingan. U tomonda darvozaxona va molxonasi ham bor. Mana shunaqa katta daraxtlari ham o'sha hosilga kirgan. Narxini 600 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, agar telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Bu tomonda letniy kuxnyasi ham bor. Ko'rishguncha.